Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi to'likimiz Vodniy shahrida ajoyib zamon tipda qurilgan 2 qavatli hovli joyimiz sotuvga chiqdi ekan. Shuni to'liq obzor qilsak, eldir fasadlarga kelsak, beldan burchakcha bo'yna plus balkoniga joyimiz 100% remonti jihozlari bilan bor. Faqat olib ketadigan bu yerda kir mashina, xolodilniki, televizor bor ekan. Shuni olib ketadi. Internet tarmog'iga ulangan, koziroklar ham qo'yilib o'tilgan. Shipintayni tunkamotdan ishlangan ekan. Bismillahirrahmanirrahim deb obzor etsak, berimizning otizlarimiz bor, kanalizatsiya sistemalarning bor ekan obunachilar. Narx-navosini aytib o'tamiz. Narx-navosi $95,000 ekan. Xullas joyimiz Turkiya millionlari bilan jihozlangan ekan. Yana bismillahirrahmanirrahim deb obzor etsak, ajoyib o'ng tarafimizdagi jon lesisan qo'yilib o'tilgan ekan obunachilar. Oboy xullas oyoq tellarimiz topli pola ega, kafel bo'g'on ekan. Belimiz seni prixoshkamiz, chiroyli perdelarimiz ham qo'yilgan bu yerda. Avtomatlarimiz Dusel firmani ekan meniki. Belimizda rakoynamiz joylashgan. 2 kamera xodimligimiz alanladi. Belimizda divanlarimiz duradi, tureskina. Televizor zonamiz e'tibor bersak, atlas cho'nta bilan dekorativni gold svetlari o'tilgan. Laminat kafe aralar kandillarimiz ham chiroylisidan qo'yilgan ekan. Oshxonadan yuzasiga oshxonamizda mana kafelar bor, bu yerda choy ichmak makina, ajoyib stullarimiz yana doira shaklida. Kuxonamiz akril materialdan oq sveti qo'yilgan ekan. Fortiklardan kafelar, bu yerda mo'ykamiz, Shivoy firmani gaz plitasi, Shivoy firmani bu yerda yana ko'rishlar mumkin. Duxovkalar bor. Vitechasam Shivoy ekan, bu yerda endi stennik atyolimiz qaysi firma ekan bu? Mijudo menimcha va turesi bo'lishi kerak. Bog' tomoni, ixchamgina bog' tomoni bor, komfortni ulitni degan bo'ladi bo'lsa. Bog' tomoni ham oyoqlar kafel bo'lgan. Xullas, qo'mishlarimiz yana novizat yuzatilgan uchurchlarimiz o'ng tarafda joylashgan ekan. Bu yerda mana kafel bo'lgan. Fonda endi nalixonamiz yuzatib oshxonam bemalol bu yerda yana choy ichmaga dasturxonlar zulsa chiroyli bo'lib turadi. Sanuzelimiz bu yerda joylashgan. Bu yerda spanyamiz yana obunachilar. Spanyam tureski spanyalar qo'yilib o'tilgan yana. O'zi mebelchining joyi odlarni endi ochish kerak edi buni. Chiroyli shkaflar. Perdelerimiz yine görüşler mümkün. Yine fotoğraflarımız ham natujnoy chiroylisidan kandillarimiz qo'yilgan. Chap o'ng tarafimizdan tomoshalar ham bor ekan. Endi sanuzelimiz ham katta jumlatda o'tilgan ekan. Sanuzelimiz ham kanalimizni yangi bo'lsak, like esdan chiqmasin. Bu yerda yana Shivoy brendining kim mash olib ketadi. Rakoynamiz, unitazimiz, dushovoy tuzatilgan ekan. Bu yerda yana perdelar ham bor. Berimizda smesitellarimiz. Hududimizda gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Endi eng asosiysi zal qismimiz. Yine zalimizda ahamiyat beramiz. O'zgacha dizaynda bu yerda. Turistki chiroyli berimizda 12 odamlik ajoyibina suvlarimiz qo'yilgan ekan. Penallar, televizor zonamiz. Yana chiroyli yaxshidan qo'yilib o'tilgan bu perdelarimiz ham chiroyli kolonlarimiz ham chiroyli lyustralarimiz ham doira shaklida. Natujno yana ko'rishlar mumkin obunachilar. Yana boyimalar berimizda yana ochib beklanamiz, tarafimiz ham qo'yilib o'tilgan ekan. Endi ikkinchi qavatimizni ko'rsatsak, berimizda zinamiz tagidan bir vash qo'ymoqqa bemalol bo'ladi. Ochib beklanadi ekan berimiz. Parket variant ekan. Ikkinchi qavatimizga chiqsak, ikkinchi qavatimizdan 3 xonadan iborat ekan. Beram laminat. Restoranina o'ta qimmatdan qo'yilgan. Balkon ham bor. Tak, zalimiz yana
Hele bir de adam yaşalma. Umum kvadratına gizek 180 metre kvadrattan təşkil tapqana gel. Birimiz yine sinop getirdiğim zal. Aşxananın üst kısmı göstərmək mümkün. Birimiz yəni spanyamız. Spanyamız indi bir yeni kəttəligi sanacaq birgə qoşulğana gəl. Kət təcimdə spanyalarımız komplekt. Xullas həmməsi bu. Tureski mahsulat həmməsi. Şkaflarımızdan, turmalarımızdan görüşmək mümkün. Vol kullanım sana. Benim toplu pol radiatorlarımız koyulup ötülgen. Şunda lakasesi vodnik. Avtoşkol yanına girse bu adamın açalımız. Hemen avtoşkolunu bilemiz. Abunacılarımız naxnavasına qızıqsansa, naxnavası 95.000 dollar. Fakat alıp getirdiğim cihazı ve de xaladenikimiz, televizorumuz, kirmajın qalğan ve de komplektlərimiz həmimiz qaladı İspanyamız. Şunda telefon istəmə 530 nömrə 601 70 bilən bağlanarsa. Reklama xidmətləri olsa 91 423 06 06 bilən bağlanarsa. Fikirləriniz hər daim bir də kommentarda yazılırsa. Kanalımız yeni bu. Bu olmasa like, esen çıxmasa abunə olun. Sizə sağlıqda, amanətdə görüşüncə. Avtoşkol esen çıxmasa lakasiz avtoşkol yanından gələdək. Sağ olun.